Efirda uyumaq tapşırığı. Dostlarım, siz ertenge konugalar yasaysızmı? Men qoy bir vaqtda yasarga tirisham. Lekin qoy bir kishilar ertenge konugalarning foydasi yo'q, kerak tugul deb o'ylaydi. Mana bugungi tapshirig'imizni qo'noqlari yaratamiz ekan ertenge konugalar yasarga. Tezdan bilamiz. Komandalar, biriga kelingiz. Yigitlar, kayflar nechuk? Shart. Bek yaxshi. Aydaga sizning bilan tanishib ketik. Sizning komandangizning ismi nechuk? Botirlar. Botirlar, aha. Sizning ismingiz nechuk? Zeland. Ne uchun Zeland ismi? Chunki Zeland bu bizning IT litseyning simvoli. Aha, mana bizning kendash komanda ne uchun o'zlar shunday ism sayladi ekan? Chunki biz kuchli ham biz yigitlar. Aferin, bek motor ismlar saylagansiz. Yigitlar, mana siz ertangi ko'nugular ishlariga yaratasizmi? Ayi. Nega ko'nugular yaratasiz? Men sekrga yaratam. Tag'in endi ishlarga yaratasiz. Yuguramiz. Yugurasiz. Aydagiz biror ko'nuguni ko'rsatib qaraylik. Endi birorda bo'lsa yaratgan ko'nugingiz bormi? Aydaylar, biz bek yaxshi fikr. Aydagiz ikki topqir o'ylab. 1 2 Ham shulay turib uymoq topshiruvini boshlab tashib beramiz. Ketdik. Selam, men Ivanov Radik. Menga 14 yosh, men IT liseydan. Men futbol ham voleybol o'ynarga yaratam. Tag'in bo'sh vaqtda men rasm yasarga yaratam. Selam, men Askarov Samad. Menga 13 yosh. Men futbolni bek yaratam. Men futbolist. Tag'in yezerga bek yaratam. Selam, mening ismim Ahmadjanov Amir. Menga 14 yosh. Men skripkada o'ynarga ham rasm yasarga yaratam. Esanmisiz? Mening ismim Rustam. Menga 13 yosh. Men otlarda yerga yaratam, ham futbol o'ynayman. Tag'in men turli yerlarga minirga yaratam. Selam, mening ismim Kamil. Men informatika ham ximiyani yaratam. Ham menga 14 yosh. Selam, mening ismim Mirsay Sibirjanov. Menga 14 yosh. Men IT liseyda. Men futbol o'ynarga yaratam, ham numizmatika bilan shug'ullanaman. Yigitlar, shulay turib bizning o'yinimizni boshlar vaqtida yetdi. Ammo lekin anga xatli so'raysim kelasizmi? Ne salomat yashash uchun, salomat bo'lish uchun narsa ishlarga kerak ekan? Salomat uchun sport kerak. Aha, sport bilan shug'ullanish kerak, tag'in narsa ishlash kerak. Har yerda turli qoidalar yasash kerak. Ko'nugular demoqchi bo'lasiz. Ko'nugular yasash kerak, yo'q, shu tag'in narsa ishlash kerak. Demak, narkotiklarni bilan Qo'llanmasqa kerak. Bek darasdagi narsa ishlash kerak. Yugurishga kerak, sportni yaratish kerak, ham boshqalar. Shulay turib, haligi o'yinni boshlasak bo'ladir endi. Shulay bit. Boshlaymizmi? Ayi. Boshlaymiz. Shulay turib, haligi o'yinda o'ynash uchun sizga komandadan bir kishini saylab olishga kerak bo'lsa. Sizga ozgina vaqt beramiz, so'rashib olsangiz bo'lar. Kimni saylaysiz ekan? Silashaylar, push. Oha, bizning endi botirlar komandasi tezgina saylab qo'ydi. O'zlarining botirini hozir bilamiz kim ekanini. Zelandlar bo'ldimi? Ayi. Aha, kimni sayladingiz? Mirsayidni. Mana bizning kendash komanda kimni sayladi ekan? Kimni sayladingiz? Amirni. Bizga hozirgi o'yinda kim birinchi boshlayashaqni bilish uchun sizga naq mana bizning Radik aytib ketgancha shu o'yin o'ynashga kerak bo'lsa, u bizning tosh, qog'oz qo'yish o'yini. Kim birinchi topib qo'ygan shu bizning o'yinimizni boshlayashaq. Aydagiz. Shulay turib bizning Mirsayitimiz haligi o'yinni boshlab tajribarashaq. Mirsayit, qo'rqasizmi haligi o'yindan? Endi umidlar kutasin. Yo'q. Qo'rqmaysan endi. Lekin ko'rgansizlar, aydagiz birga yaqinroq kelamiz. Bizning mana shunday paravozlarimiz bor. Sening maqsading mana shu paravozga temishagina ikkinchi yoqqa shigarga kerak. Qo'l bilangina tug'ringda butun gavda bilan shigara kerak bo'lashaq. Ammo lekin sening komandang yordam etishak. Rustam tik yoqqa shig'ali. Sen munda kelamin. Sen mana bizning bu yoqdan komandani bu yoqqa bosib turashasan. Sen tik yoqsan. Siz bizning Mirsayitga yordam eta olasiz. Lekin o'yin vaqtida bir kimda so'rashga tegish tugul. Anlaşıldimi? Mirsayit,
Sening maqsading bik ozgina vaqtni qo'llanib, ikkinchi yoqqa jiplarga tegmishagina chiqib jetirga. Men 1-2 boshliq deyu bilan vaqtni qo'sham, ham sen tigi yoqqa chiqib jetuv bilan uni sundirashakman. Lekin agarda tiyasing kan chiqib jetganda, sen yoqdan bu yoqqa chiqib ikkinchi yoqqa shag'arga tiyish bo'lashasan. Vaqtni qo'shdim. Yigitlar, siz qorag'i jipga tiysa, menga xabar etarsiz, yaraymi? Tiydi, jipga tiyding, yangadan bu yoqqa chiq. Aha, tezgina bu yoqqa chiqasan ham, yangadan so'ra yordam kerak bo'lsa, sening yordamchilaring bor, ular aytgan mumkin. Tiyding. Mirsayet o'zini shunday qiziq strategiya yo'lotdi, u bizning parovozni ortdan chiqmoqchi bo'ladi. Rustam mishiklar yordam etdi, uni jirni olib qo'ya. Hayda. Kundash komanda bik yaxshilab qarab turalar agar tiysa. Buna ishmasam ham men vaqtni to'xtatam. Afarin. Hozirda siylashsagizda biriga kelgiz, mening yonga kelsagizda bo'lar. Afarin shulay. Tez-tezgina mening yonga kelgiz. Bilasing kelamiz, sening insha vaqtda sen jipni parovozni o'tib chiqding. Sen bizning 1 minutda 5 sekundda parovozni o'tib chiqding. Afarin. Amina kundash komanda nindi natijalar ko'rsatir. Siylashirga yaramay 1-2 vaqtni qo'shdim, ketdik. Mana ishmasam afarinlar. Men vaqtni to'xtatdim ham, men haligi vaqtni rekordlarga kiritsak deb aytsam-da bo'lar, chunki bizning vaqt 9 sekund. Afarin yigitlar. Mana oldagi turlar bizning yigitlar bizning endi natijalar ko'rsatir. Bek tezamidir biz ketdik yigitlar olg'a. Botirlar, jilantlar, mana aytdingiz, siz sabantuni yaratasizmi? Ayel. Mana sizlar aytibgina aytdim, haligi turda biz sizning bilan sabantuy o'yinina o'xshagan bir o'yinni o'ynayapmiz. Haligi turda qatnashish uchun bir kishini so'rab olg'iz. Sizga ozgina vaqt beram, so'rashsangiz bo'lar. Qaplashaylar, bo'ldimi? Kimni sayladingiz? Kamilni. Kamilni nega sayladingiz? Chunki u bek qoti yigiri. Sabantuyni yaratam. Sabantuyni yaratasan. Hozir qaraymiz. Sizning komandadan kim qatnashacak haligi turda? Samad o'yinning qoidalarini anlatib ketaman. U bizning aytib ketdim, Sabantuy o'yini o'xshagan deb. Sizga hozir qoshiq tutib yugurishga to'g'ri kelajak, ammo lekin yumurqa qabul tugil. Siz hozir bizni yugurib borib olasiz qoshiqni. Ondan kelib olasiz bizni suvni olasiz ham qoshiq bilan olib borib bizni sovutlarimizga solasiz. Kimning sovutida 2 minut ishida ko'proq suv bo'lar, shuni komandasi jinglishi deb topilashar. 3 2 1 ketdik. Kamil ey. Simulras ayda yigiri. Aha, bizning yigitlarimiz qora g'azalni ishiga yettirib, ularga ko't berib turalar. Afarin yigir. Yigitlarimiz org'an. Kamil bikrak org'anga o'xshagan. Kamil ayda tez. 14 sekund qoldi. 12, 11, 10 sekund. Şimdi 1, 2, 3, 2, 1. Oy, suvida olmaylar, sizga so'rovlarda berib turmayman. O'zim kelib suvni qarab ketam, kim ko'pmi jidi ekan. Haligi shundoqda bizning Zeland komandasining suvi, haligisinde Botirlar komandasi. Agar shog'ishtirib qarasak, ham shulay turib men kimning jingganini bilam. Hozir yigitlarga da tezdan aytashakman. Shulay turib, tutunig'iz mening qo'llarga. Shulay turib, tutug'iz mening qo'llarni. Haligi o'yinda bizning Zeland komandasi jingdi. Afarin, biz sizni shon ko'ngildan qutlaymiz.
Qoshiqlarni qo'ysag'izda bo'la. Mana kelasi turda kim jing'ar ekan? Bek tezdamidir biz. Yigitlar, ketdik. Nihayat 3-chi turga kelib tajitdik. Yigitlar, bizning oldagi turda kimdir qatnashmay qoldi. Kim qatnashmay qoldi? Qo'lingizni ko'taringiz. Aha, bizning demak, mana kimlar qatnashmay, yaqinroq keligiz. Sizga hozir o'yinning qoidalarini anglatib ketaman. Qarang. Men sizga hozir beram 2 qog'oz biti. Olaylik 2 qog'oz bitin. Senda. Siz hozir bir qog'ozni qo'yasiz yerga. Mana shu bizning qiziqarga. Ayni yaxshilay. Ana sikirasiz. Ikkinchi qog'ozni oldagi bizning bosmaga qo'yasiz, ham shulay tirib, sikirgandan so'ng ikkinchisini olib, oldagisini sikirasiz, oldagisini. Ham ana shulay tirib oziqa xatli borib ishlarga tish bo'lasiz. Ham so'ngdan borib yetgandan so'ng siz bizning bosmadan mana shunday yerga ham onları geri aylanib qaytarga tish bo'lasiz. Shulay qilma. Naq shulay qayyi. Nechik o'ylaysan, o'yin og'irmi ekan? Og'irda, qararmiz. Shulay deb Radik yaratasizmi, sikirga qo'rqmaysizmi? Ozgina qo'rqam. Nega qo'rqasan? Chunki bek og'ir. Hazırlanamiz. 3 2 1 ketdik. Rustem, bizga jinu kerak, Rustem. Qora qizal yigitlarning ichiga deb jon ota, albatta buni jon otib turganda menda shulay bek aybat deb sikarar edim. Razik, haydi. O'yinning og'irligi qatlovligida shunda yigitlarga bir vaqtda qog'ozni ko'chiriga ham shu vaqtda sikiriga kerak. Chunki ularning bir oyoqlari bir yerda, ikkinchi yerda o'sha borg'ati shunga ko'ra ozgina og'irroq, lekin yigitlar bek yaxshi sikiradilar, afarin yigitlar. Aferin mınalar gelip de şimdiler. Aferin. Kim şulay ettirip bizning kimler şimdi? Rustem. Qaysi komanda şimdi? Ziland. Komandası şimdi. Kelalar yimada yaqinroq. Nechik hallar? Shulay g'ina, aybat endi aybat. Narsaga shulay g'ina. Chunki men bek og'irdim, oyoqlarim og'irta. Menga не слушаются meni. Qora qizali, sizning bit hozir oyoqlarga qon tushirgan mumkin. Aydagiz shulaytirib tezgina bir ko'nikma yasab olamiz. Aydagiz tezgina o'rinda yuguramiz. Ketdik. Mana shulay. Ham mana shunday tezlik bilan biz 4-chi so'nggi turga da yuguramiz. Ketdik. Nihayat biz 4-chi turga kelib tajitdik. Haligi turda kimning qaysi komandaning birinchi boshlig'isi keladi? Sizning boshlig'ingizga. Aydagiz olaysa, mana bu bizning zangar siziqning bu yog'ini bir otlik bossangiz ali. Hozir sizga qoidalarni anglatib ketamiz. Siz bir otlik tezlik bossangiz, ham sizga shunday bir otlik tezlikda yugurib kelasiz. Bizning shu qizil yetmalarga bosasiz, lekin bizning haligi turbolarga yerga bosirga yaramaydi. Demak, siz qizil turbodan borib jetasiz. Ana tigi yerga. Mana jetgandan so'ng bizni bir flajokni olasiz, ham birga aylanib qo'yasiz. Ham shulaytir bir otli siz yugurib yerga tish bo'lasiz. Har bir kishida 2 flajok bo'lga tiyish. Ham qaysi vaqtda siz kelib jetasiz, biz uni qarab qo'yamiz belgilab. Ikkinchi komandaning vaqtidan qarab biz ham shulaytir biz natija yasayashaq. Biz qaysi komanda jingani. Shulaytirib 1 2 3 ketdik. Qora qizlarning eshik tezgina yugura. Aferin, ketdi ikkinchi kishi. Qora qizlarning eshik yuguralar bizning zilandlar. Bizni oq ayya ketdi. Familiya biz yugura. Voy. Qo'rqma, давай begi.
men yetishgancha Rustam yugurib kelib jetgan. Bigrak Malishi parali hozir butun komandaning flashoklarin. Sog'roq bo'lamiz. Borasida aferin bo'ldi. Ham bizning so'nggi yugurishimiz, ham so'nggi flashokni olib kelirga tegish. Молодец! Самый главный yiqilmay yaman. Aferin. Bik yaxshi yugurasing, молодец. Aferin. 5-6. Aferin bo'ldi, bizning vaqtni to'xtatamiz. Ham bizning Aliga Zeland komandasi 1 minutda 45 sekundda 6 flashokni olib keldi. Mana bizning kundosh komanda nechik yugurar ekan. Aydagiz ularga bizning siziqni beramiz. Ham shulay aytib vaqtni qo'shdim ketdik. Bizlar to'g'riga kerak bizning flashoklarni. Bo'ldi ketdi. Sog'roq. Aferin. Lekin unutmaymiz, biz qizil yetmalardangina yuriy olamiz. Oy, sog'roq, shul xatli o'shib, jitizgina o'zining komandasini yengib ketirgan tili. Ayda. Bo'ldi. Aha. Ayda. Radik izlay bizning to'polni. Kelasi kishi yugurishga hazırlanib bo'ldi ham. Ular berillar tezroq o'zining komandasini yengib ketirgan trenerlik. Samat yuguraydi tezroq. Samat tezroq. Giri, ayda. Samat tezroq. Mana bizning kelib tashiti vaqtni to'xtatdi. Bizning Samatimizni shu qadar qizib yugurdi, hatto boshmoqlarida tushib qoldi. Keyda boshmoqlaringni. Aferin. Komandamiz Bigraga kelgan yaqinroq. Mirsaid bizning olja bitgan oxirisi yaqinroq kelib biriga. Ayy. Samat eshiksin shulay tez yugurding, eshikning boshmoqlaring tushib qoldi. Krossovkalari. Shulay. Ular menga ozgina zo'rroq bo'lgan. Azragina bo'lgan. Mana shunisizni unutmag'iz, har vaqt sport bilan shug'ullanganda o'zingizga yaroqli kiyimlar olg'iz ham ko'proq etib sport bilan shug'ullaningiz. Shulay bit. Siz bilasizmi, nima tezlikda kelganingizni? Siz bizning Zeland komandasini bori tik bir necha sekundga g'ina ortdan keldingiz. Shulay turib, aliga turda bizning Zeland komandasi yenguvchi deb topildi. Biz sizni chin ko'ngildan qutlaymiz. Mana turga umumiy natijani biz bir nechta sekunddan yasayashaqmiz. Bizdan ayrilmag'iz. Shulay turib, o'ymoq topshiruvi oxirina da yaqinlashdi. Turning natijalari bo'yicha Aliga topshiriqning bugun yenguvchisi Zeland komandasi. Biz sizni chin ko'ngildan qutlaymiz. Sizga endi ming salomlasqa deb tilaklar tilab qolamiz. Shulay turib, bugun o'ymoq topshiruvi oxirina da yaqinlashdi. Sizning bilan men Feruza bo'ldim. Do'stim, agar seningda qatnashib o'z kuchlaringni ko'rsatasing kelsa, bizga hozir biz seni chaqiramiz. Ham sen kelib qatnashib o'z kuchlaringni ko'rsatib, jinga da olasan. Paka.